Assalomu alaykum hammaga. Bugungi Studying podkastimiz EduFair haqida rahbarimiz Bahodir Suyarov bilan bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum Bahodir aka. Alaykum assalom. Iltimos o'zingizni obunachilarimiz uchun tanishtirsangiz. Yaxshi. Ismim Bahodir Suyarov. Oxirgi 24 yildan beri Buyuk Britaniyada yashab kelyapman. Asosan ta'lim faoliyati bilan shug'ullanib kelyapman. O'sha 2002-yil Buyuk Britaniyaga borganimda o'rtoqlarim ko'p so'rashardi, siz qanday ketdingiz deb. O'shanda ularga yordam berdim va shundan beri ta'lim faoliyati bilan shug'ullanib kelyapman. U yerda primary school deydi, boshlang'ich maktabda ham dars berdim 1 yil. Undan tashqari ba'zi finans kompaniyalarda ham ishladim va magistraturani Buyuk Britaniyada o'qidim va o'sha yerda oilam bilan joylashib qolib, Buyuk Britaniyaga talabalarni o'qishga borishga yordam berib kelyapman. Juda ham yaxshi. Endi Bahodir aka 11 aprel kuni bizda albatta ta'lim ko'rgazmasi bo'lib o'tyapti. Obunachilarimiz uchun, bizni kuzatayotgan yoshlar uchun, ota-onalar uchun albatta aytib o'tsangiz juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Tadbirga ular nimaga tashrif buyurishlari kerak? Ya'ni tadbirdan nimalar kutsa bo'ladi? Juda yaxshi savol. Mana ta'lim ko'rgazmamizda 2026-yil 11 aprel kuni Toshkent shahrida ta'lim ko'rgazmamiz bo'lib o'tadi. Undan tashqari viloyatlarda maxsus seminarlarimiz bo'lib o'tadi. Bu tadbirlarda qatnashishdan birinchi o'rindagi asosiy maqsadlardan biri Buyuk Britaniya ta'lim tizimini tushunish. O'qishga boradiganlar Buyuk Britaniya ta'lim tizimini oldindan tushunish kerak bo'ladi. Qanday ta'lim tizimi bor? Masalan, early years education deydi. Ya'ni 5 ta stage'da, ya'ni bosqichda ta'lim tizimi bo'lingan. Bular early years education, ya'ni bog'cha ta'limi desak bo'ladi bizga, maktabgacha ta'lim tizimi. Undan tashqari boshlang'ich maktab, primary school deydi ular. Secondary school deyiladi, o'rta maktab va further education deydi. Ya'ni high school desak bo'ladi masalan, va oliy ta'lim, higher education deyiladi ularda. Shu 5 ta tizimga bo'lingan va bularning farqlari va universitetlarni qanday tanlash, kursni qanday tanlash, bular haqida to'liq ma'lumotlar beriladi o'z EduFair'da. Undan tashqari EduFair'da Buyuk Britaniyadagi o'sha kelgan universitet xodimlari bilan to'g'ridan to'g'ri talabalar muloqot qiladi. Ulardagi grantlar haqida savol so'raydi, qanaqa topshirish, qanaqa yutish sirlari. Eng asosiy narsalardan biri shu. Masalan, siz universitet xodimi bilan gaplashganingizda sizlardagi 100% yoki 50% scholarshiplar bormi? Buni qanaqa qilib yutsam bo'ladi degan savolni so'rashingiz kerak bo'ladi. Bu narsani ular sizga o'sha tipslarni beradi. Ya'ni o'zbekchasiga nima desak bo'ladi? Tipsni o'sha yutish sirlari desak bo'ladi. Mana yutish sirlari haqida ma'lumot beradi. Undan tashqari biz o'zimiz, mana shaxsan men o'zim oxirgi 24 yil davomida, 23 yil davomida Buyuk Britaniyadagi ta'lim tizimidagi grantlarni qanday yutish, 50% dan 100% gacha bo'lgan grantlarni 20 dan ortiq universitetlarda tahlil qilib chiqdim va shu ma'lumotlarni qatnashuvchilarga bilan bo'lishaman o'sha joyda. Qanday shu grantlarni yutish mumkin? Ko'pchilik o'ylaydi, Buyuk Britaniyada 100% grant yo'q deb o'ylaydi. Lekin juda ham ko'p 100% grantlar bor. Universitetlarning o'zi tomonidan beriladigan, ayniqsa bakalavr uchun ham grantlar bor. Ko'pchilik o'ylaydi, USA da grant bor, UK da grant yo'q deb o'ylashadi. Lekin bu noto'g'ri fikr. Bu o'sha izlashtirmagan, ya'ni research qilinmaganining sababi deb o'ylayman. Va ko'pchilik ma'lumotga ega emasligi sababli. Bundan tashqari seminarlarda yoki EduFair'da qatnashishni yana bitta sabablari Buyuk Britaniyadagi universitetlarning kontrakt narxlari, chegirmalari, bular haqida ham ma'lumot olinadi va yashash sharoitlari, talabalarning yashash sharoiti qanaqa? Bu haqida ham xavfsizligi haqida ma'lumot beriladi. Yana asosiy bitta nuqtalarni aytib o'taman. Dastur va universitetni tanlash haqida ma'lumotlar beradi. Masalan, sizga misol uchun aytaman, kimdir aerospace engineering o'qimoqchi. Aerospace engineeringni qaysi universitetda o'qigan yaxshi? Oxfordda o'qigan yaxshimi
yoki Sheffieldda o'qigan yaxshimi? Siz nima deb o'ylaysiz masalan? Oksfordda o'qish kerakmi yoki Sheffieldami? Albatta meni fikrimcha Oksfordni o'zida, chunki albatta Oksford har bir tanilgan yo'nalish bo'yicha universitet tanilgan. yoki masalan Garvard yoki boshqa universitetlar, Stanford tanilgan universitetlar bular. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Lekin Sheffield universiteti yoki Bristol universiteti aerospace engineering bo'yicha eng yaxshi o'qitadigan universitetlardan biri hisoblanadi. Masalan, undan tashqari agriculture deylik, qishloq xo'jaligini Reading universiteti masalan eng yaxshi top universitetlardan biri hisoblanadi. Demak, subject rankingga ham muhim e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarni biz fairda tushuntiramiz. Ya'ni seminar, u yerda seminar bo'ladi. O'sha seminarda tushuntirib o'tamiz bu narsalarni. Juda ham yaxshi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bahodir aka, keyin EduFair kunida, EduFair tadbirida seminarlar haqida aytib o'tdingiz, ya'ni prezentatsiyalar. Prezentatsiyalarni kimlar olib boradi va prezentatsiyalar asosan nima haqida bo'ladi? Shu haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Yaxshi savol. Mana tadbir davomida o'sha bizlar o'zimiz prezentatsiyalar qilamiz. Buyuk Britaniyada ta'lim haqida va prezentatsiyada undan tashqari Chivning yoki el yurt jamg'armasi grantini yutgan talabalarimiz o'zlarini tajribasidan kelib chiqqan holda prezentatsiyalar qiladi. Bu ham juda ham muhim. Va undan tashqari universitet vakillari ham o'z universiteti haqida prezentatsiyalar qiladi. Tanlab olingan universitetlar prezentatsiya qilib universitetni haqida, grantlari haqida ma'lumotlar beradi. Bu demak EduFair davomida bo'ladi. Undan tashqari seminarlarda, viloyatlarda bo'ladigan bizning seminarlarimizda biza o'zimiz Buyuk Britaniyada ta'lim haqida va grantlar haqida va yashash sharoitlari haqida seminarda o'zimiz to'liq tushuntirib beramiz bu narsani. Juda ham yaxshi. Shu bilan birgalikda so'rashim kerak. EduFairga, tadbirimizga talabalar, abituriyentlar bir o'zlari kelgani yaxshimi yoki ota-onalari bilan tashrif buyurgani ma'qulroqmi? Bu bo'yicha nima deysiz? Endi ota-onalar bilan kelgani ma'qul, chunki ota-ona ham savoli bo'lishi mumkin. Faqat talabani o'zi emas, ota-onasini savoli bo'lishi mumkin. Ota-onalar ham u yerda bemalol savollarini so'rab olishi mumkin. Mabodo ota-onalar endi ingliz tilini tushunmasligi mumkin yoki gapira olmasligi mumkin. Unda farzandi tarjima qilib berish mumkin yoki bizni xodimlarimiz bu narsani tarjima qilib berish mumkin universitet xodimi bilan qilgan muloqotda. Va undan tashqari demak ota-ona masalan band bo'lsa, o'rtog'ini ham olib kelish mumkin. O'rtoqlari bilan kelganda, mana sizga aytaman, siz o'zingiz kelib qatnashsangiz, o'zingizda 4 ta savol bo'lsa, o'rtog'ingiz bilan kelsangiz 5 ta 6 ta savol bo'lishi mumkin. Yoki siz xayolingizga kelmagan savol o'rtog'ingizda bo'lishi mumkin. Ya'ni demak, o'rtog'ingiz bilan kelsangiz ham bu foydali. Bahodir aka, shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak. Toshkent shahrida bepul xizmat ko'rsatadigan agentliklar meni bilishim bo'yicha yo'q. Faqatgina bizda Stadin agentligi talabalarga bepulga xizmat ko'rsatadi va shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, EduFair tadbiriga tashrif buyurgan talabalar hattoki bizdagi holding depozitni ham to'lashmaydi. Ya'ni ularga mutlaqo tekinga bo'ladi. 100% bepul xizmat ko'rsatadi. Xuddi shunday. Va tekinga qilingan shartnoma bilan bizning servislarimiz nimalardan iborat bo'ladi? O'shalar haqida aytib bersangiz. Juda yaxshi. Ko'pchilik savol so'raydi, shu savolni so'raydi. Nima uchun xizmatlaringiz bepul sizlarda? Boshqa agentstvalar bor masalan, xuddi shu qilgan xizmati uchun deylik $400, $500, $1000 har xil summani aytishadi. Bilmayman endi uni qanday hisoblab chiqarishadi. Bizani kompaniyamizni nafaqat O'zbekistonda, dunyoning 43 ta davlatida xizmatlarimiz bepul. Faqat O'zbekistonda emas. EduFairga qatnashgan har bir talaba uchun biz 100% bepul xizmat ko'rsatamiz. Bu sababi biz o'qishga boradigan talabalar uchun universitetlar bizga komission to'lab beradi. Ya'ni bizning xarajatlarimizni universitetlar qoplab beradi. Shuning uchun biz talabadan xizmat haqqi olish ehtiyojimiz yo'q, ya'ni. Bu xuddi shunaqa narsa, ham universitetdan pul olib, ham talabadan pul olish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Shuning uchun faqat biz universitetlardan pul xarajatlarimizni olamiz.
Albatta, demak, talabani bilamizki, chet elga topshirayotgan talabalarda o'zi yetarlicha bosh og'riqlar, muammolar bo'ladi, xarajatlar bo'ladi. Xuddi shunday holatda, demak, talabalarni ortiqcha undirib qo'ymaslik maqsadida ham, ya'ni urintirib qo'ymaslik maqsadida ham talabalardan, demak, ortiqcha mablag' undirilmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xizmatlar haqida aytdingiz. Mana nima xizmatlar ko'rsatiladi? Bu xizmatlarning ichiga birinchi navbatda initial consultation deymiz. Mana boshlang'ich konsultatsiya kelganda boshlang'ich ma'lumotlarni olish, dastur tanlash, universitet tanlash, qanaqa hujjatlar yig'ish, jarayon qanaqa bo'lish haqida umumiy ma'lumotlar olinadi. Undan keyin hujjatlarni yig'ish boshlanadi. Hujjatlarni yig'ib bo'lgandan keyin tanlangan universitetlarga hujjat topshiriladi. Bu masalan bakalavr uchun 5 ta universitetga hujjat topshiriladi. Magistratura uchun 3 ta universitetga hujjat topshiriladi. Deylik, o'sha universitetlardan qaysilaridandir rad javobi kelsa, yana boshqa universitetlar qo'shimcha hujjat topshiriladi. Undan tashqari viza anketasini to'ldirish. Viza anketasini to'ldirishda ham juda ham muhim. Bu ham xizmatlar ichida turadi va Buyuk Britaniyaga ketishdan oldin nima qilish kerakligi, mana viza olgandan keyin nima ishlar qilinishi kerak ketishdan oldin. Pre-departure deymiz biza. Pre-departure webinarimiz bo'ladi va borgandan keyin nima ishlar qilinadi. After arrival webinarimiz bo'ladi. Bu yerda ham talabalarimizga to'liq u yerda borib nima qilish haqida tushuntirib beramiz. Va yotoqxona topish, masalan, yotoqxona topishda yordam beramiz. Bu xizmatlarimiz ham bepul. Universitetning yotoqxonalari bo'lishi mumkin yoki katta shaharlarda xususiy yotoqxonalar bo'lishi mumkin. Bularni topishda biz yordam beramiz talabalarga. Bahodir aka, sizga kattakon rahmat ma'lumotlar uchun. Shu bilan birgalikda bizni kuzatib turgan obunachilarimizga ta'kidlab o'tishim kerak. Bizda 11 aprel kuni Toshkent shahrida U-Enter innovatsion markazida soat 11 dan 5 gacha EduFair tadbiri bo'lib o'tadi. Hammangizni tadbirimizga kutib qolamiz. Tadbirimizga ro'yxatdan o'tish bo'yicha ma'lumotlarni Telegram botimiz orqali olishingiz mumkin va shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarimizda ham tadbirga qanday ro'yxatdan o'tish bo'yicha ma'lumotlar yuklaganmiz va shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarimizga ulaning, obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Tadbirda ko'rishguncha xayr. Tadbirda ko'rishguncha xayr. Men ham bitta vaqt ichkiraman deyman.